Hurmatli kuzatuvchilar, hammaga assalomu alaykum, kun xayrli barakali bo'lsin. Bugungi mavzumiz erkak va ayollarga. Erkaklarda testosteron ko'tarilishligi, terining tiniqlashligi, mushuklarda baquvvat bo'lishligi, chiroyli sochlar, ya'ni to'kilmagan holatdagi va ruhiyatni yaxshi bo'lish yurishligi sabab bo'ladigan mahsulot. Ayollarda ham xuddi shunaqangi yuzdagi ajinlar, baquvvat sochlar va ko'tarinki kayfiyat beradigan, yuz terisini tiniqlashtiradigan, badanni tiniqlashtiradigan mahsulot haqida gaplashib o'tamiz. Bu mahsulot bizga juda ham kerakli bo'lgan mahsulot, sink mahsuloti bo'ladi. Yozib qo'yganman, sink mahsuloti. Xo'p, sink mahsulotini sifatlari bor. Sifatlarini yozib qo'yganman, sifatligi, sifatsizi. Bu haqida gaplashamiz. Organizmimizda sink kamayib ketsa nimalarga olib keladi? Ko'payib ketsa nimalarga olib keladi? Ya'ni dozasini oshirib yuborsa nimalarga olib keladi? Va qalbakilari haqida gaplashamiz. Qani unda biz boshladik. Sink mahsuloti agar bizda kamayib ketadigan bo'lsa, erkaklarda bu urug' sifatini pasayib ketishligiga, suyulib ketishligiga olib keladi. Testosteronni pastlab ketishligiga olib keladi. Bu nimaga olib keladi? Jussani kichkinalashib ketishligi yoki bo'lmasam aksi ko'proq ovqat yeydigan bo'lsa, semirib ayollarga o'xshab ko'kraklari osilib, qornlari osilib, yumshoq tabiat bo'lib qolishlikka olib keladi. Sochlar to'kilib ketishligiga olib keladi. Ayollarda jizzakilikka olib keladi. Sochlarda xiralashib ketishligiga, ajinlarning ko'payib ketishligiga, yuzda, badanda har xil dog'lar paydo bo'lishligiga olib keladi. Sink miqdorini kamayib ketishligiga. Endi sink miqdorini ko'payib ketishligi nimaga olib keladi? Mana shu yerda yaxshilab diqqat bilan e'tibor berib ishlayni xohlardim. Bir kunda bizga kerak bo'ladi 15 mg dan 30 mg gacha sink moddasi kerak bo'ladi. Bir kunda, bir sutkada. Endi qaranglar, o'sha biologik fol qo'shimcha ishlab chiqaruvchilar sifatlilari, o'zini ustida ishlaydiganlari 25 mg dan ishlab chiqaradi buni. O'rtasini oladi. O'rtasini. Agar sog'lom odam bo'lsa, ya'ni bu 30 yoshgacha, 30 yoshdan ag'iga o'zi ichishni boshlayaptimi, bir kunda bittadan ichadi xolos uni. Agar 40dan o'tganlar bo'lsa, 1 oy ikkitadan ichib turib, balansni to'g'rilab turib, keyin ag'iga bir donadan o'tadi, 3 oy ichadi, 1 oy dam oladi. 3 oy ichadi, 1 oy dam oladi va umrining oxirigacha shu sistemada ketaveradi. Ayollar ham xuddi shunaqangi. Endi sink miqdori ko'payib ketib qolsa-chi, 50 doza deganlari, undan balandlarini olib ichilsa, nimaga olib keladi? Kamomad bor odam hop ichdi, balans to'g'rilandi deydiga, endi ag'iga har kuni yana o'sha 50 dan ichadigan bo'lsa, norma oshib ketyapti. Bu degani peredozировка degani, parishon xotirlikka olib keladi. Bu tomonga qarab ketish kerak o'zi aslida. Xayol bilan bu tomonga qarab ketaveradi. Tog'asiniki ketishdi o'rniga xolasinikiga qarab ketaveradi. Xolasiniki borib nima yoqqa keldim deb o'tiradi. Bu parishon xotirlik, fikr jamlanmaslikka olib keladi. Har xilda turib boshini aylanib ketishligiga olib keladi. Immunitetni tushib ketishligiga olib keladi. Organizmda toksinda ko'payib ketib qolishligiga va mis miqdorini yuvilib chiqib ketib qolishligiga olib keladi. O'shaning uchun iste'mol qilib turganda dozasiga e'tibor beramiz. Sink iste'mol qilib turganda hech qachon magniy bilan kalsiy bilan aralashtirib ichmaydi. Bu foydasini kesib yuboradi. Keyin sink hech qachon och qoringa ichilmaydi. Ovqatdan keyin, yarim soatdan keyin ichiladi sink. Endi qaranglar, sinkning sifatlilari qaysi, sifatsizlari qaysi va qalbakilarni qanaqa ajratib olishligimiz kerak, shu haqida gaplashamiz. Sinkning sifatlilari metianin degani bor, pikalinat degani bor, besglitsinat degani bor. Mana shu uchovi turi juda ham sifatli hisoblanadi sinkda. Sink metianin nimaga men birinchi yozib qo'ydim? Eng chempioni mana shu bo'ladi. Sink metianin. Chunki immunitetni maksimal darajada zo'r ko'tarib beradi. Sportchilarga juda ham asqotadi. Immunitetni ko'tarib, testosteronni oshirib tashlaydi. Vobshe zo'r narsa mana shu. Asablarni zo'r tinchlantirib beradi. Xotirjam bo'lib qoladi odam, asablar tinchlanadi. Antioksidant, CD yo'lidagi qondagi shamollashlarni hammasini olib chiqib tashlaydi. Sink metianin 25 mg dozada chiqadi. Xo'p, pikalinat degani bor. Bu oddiy odamlar uchun har kungalik iste'moli. Besglitsinat degani bu hazmida muammosi borlar. Ya'ni ovqat yeganda hazm bo'lishligi qiyin bo'ladi. Mana shular buni ichib yuradi. Buni ichib yurishni odat qilgandan ko'ra hazmda to'g'rilagan, ich qotishligini to'g'rilagan afzal deb o'ylayman. Xo'p, endi sifatsiziga o'tamiz. Yaxshilab yodlab olinglar mana shuni. Sink oksidi, sink sulfati, sink karbonati, sink glyukonati. Mana shu to'rovi juda ham sifati 0 darajada arzon mahsulotlar hisoblanadi. Buni agar olib ichib qo'yganlar bo'lsa, xavotir olmanglar. Dozasini oshirmagan bo'lsalaring, hech qanaqangi ziyoni yo'q, foydasi ham yo'q narsa. Foydasi ham yo'q narsa. O'shaning uchun ehtiyot bo'lamiz bu narsalarni ichishlikdan. Xo'p, endi qalbaksiga keladigan bo'lsak, hozir O'rta Osiyoda biologik fol qo'shimchalarni, mineral vitaminlarni ichish ommalashib boryapti. Odamlar tushunib yetyapti. Kasal bo'lgandan ko'ra uni oldini olgan arzonroq, foydaliroq bo'lishligini tushunib yetib, o'shanga harakat qilyapti. Lekin bitta joyda shu chalg'ib qolishyapti, mahsulotning sifatiga e'tibor berishmayapti. U Amerikadan kelgan ekan desa, chet el xurosdan nima, chet elnikiga xurosdan desa, o'sha gap bor, o'shanga amal qilib qo'yapti ko'pchilik. Bu narsalarni qalbakisini ishlab chiqaruvchilar juda ham ko'p. Idishigacha, etiketkasiga, plombasigacha, kerak bo'lsa gologrammasigacha bir xil qilib chiqaryapti. Yozuv, sifat, yozuv, etiketka hammasi bir xil bo'lgani bilan, dozalari bir xil bo'lgani bilan ichida mana bu narsalar bo'ladi.
100% ichiga mana shu to'rovini, chunki juda ham arzon, upakovka qilib, ko'rinishini bunisi holatga keltirib qo'yib, pulni qilishyapti. O'shaning uchun vitamin, mineral olib ichib turganlaringda ishonarli magazinlardan, ishonarli shaxslardan olib ichishlaringni tavsiya qilaman. Yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Bemalol men sizlarga tavsiyamni beraman. Sifatli mahsulot qayerdan olishlikni ham aytaman. Yagona narx, o'zgarmas sifat butun dunyo bo'ylab to'g'ri berishga harakat qilaman sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar, qalbaki mahsulotlardan uzoq bo'linglar.